بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 100 amil kitobidan 100 amil kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darsda biz amillarni turlari bilan tanishdik. Bu kitobda keltirilgan amillar 100 ta ekani aytiladi va ular qiyosiy samoiyga taqsimlanar ekan. Samoiy qiyosiylarga taqsimlanar ekan. Samoiylari bu o'sha arablarda qanday eshitilib kelayotgan bo'lsa, o'shanday ishlatilishligi. Biz yangi bir amil o'ylab topa olmaymiz. Yangi bir qiyos qilib amil qila olmaymiz boshqa bir kalimalar. Ular samoiylar, samoiy amillar deyiladi. Endi samoiy amillarni 13 ga taqsimlab o'rganayotgandik. Birinchi qismini o'tdik. Birinchi qismida, birinchi turida hurufun tajarrul ismal wahida faqat. Faqatgina bitta ismni jar qiladigan harflar deb o'tdik. Birinchi qismida. Endi ikkinchi qismiga kelib qolgan edik. Ikkinchi turi. Samoiy omillarning ikkinchi turi al-huruful mushabbahatu bil fi'li. Fe'lga o'xshash bo'lgan harflar. Fe'lga o'xshash harflar. Endi fe'lga o'xshash qanaqa jihatdan o'xshashligi o'zi kitobda keladi. O'shaning uchun buni oxirida o'sha kelgan joyda gapiramiz inshaalloh. Fe'lga o'xshash harflar deganda o'sha inna va uni axlotlari nazarda tutiladi. aytadiki an-naw'u thani min 13 naw'an hurufun tansibu al-isma va tarfa'u al-khabara. Ya'ni 13 ta qismdan, 13 ta turdan ikkinchi turi ismni nasb qiladigan, xabarni raf qiladigan harflar. Va hiya sittatu ahrufin. Ular 6 ta harfdan iborat. 6 ta harfdan iborat. Birinchisi inna va anna. Birinchi va ikkinchilari. Inna va anna. Inna va anna va huma lit-tahqiq. Bular tahqiq ma'nosini beradi. Ya'ni haqiqatdan ham aytamanki, aniq aytamanki degan ma'nolarni beradi. Inna Zaydan qoimun. Albatta Zayd qoimdir, endi o'rnida turuvchidir. Va balag'ani anna Zaydan zahibun. Menga xabar yetib keldiki, Zayd ketuvchi ekan, ketar ekan. Bu joyda ikkovi ham inna bilan anna ham ta'kid ma'nosi bor bular. Tahqiq, ya'ni aniq aytishlik, aniq qilishlik ma'nosi bor. Inna va annalar. Bular demak ismini nasb qiladi va xabarini raf qiladi. Ya'ni inna Zaydanni nasb qilyapti, qoimunni raf qilyapti. Va anna ham xuddi shunaqa. Lekin anna bu jumlaning orasida keladi. Jumlaning orasida keladi. Va inna esa jumlaning boshida keladi doim. O'zining jumlasining boshida keladi. Anna o'zini o'sha ism xabari bilan birgalikda masdar hukmida bo'ladi. O'zini ismi xabari bilan birgalikda masdar hukmida bo'ladi. Ya'ni bu yerda balag'ani zahabu Zaydin degan ma'noda. Menga Zaydni ketishligi, ketmoqligi yetib keldi, ketishlik xabari yetib keldi degan o'zi aslida. Oddiy bu zahabu Zaydin jumlasidan ta'kidliroq ekanligi bilan farq qiladi. Bu yerda ta'kidli ma'noni beradi. Balag'ani anna Zaydan zahibun. Va balag'ani zahabu Zaydin bilan ma'nosi o'zi asl ma'nosi bitta. Lekin balag'ani anna Zaydan zahibunda ta'kidli ma'no bor. Chunki inna anna tahqiq uchun deyapmiz. Uchinchisi ka'anna. Ka'anna bu tashbih ma'nosini beradi. Ka'anna tashbih, o'xshatish degan ma'noni beradi. Ya'ni o'xshatishlik uchun ishlatiladi. Ka'anna Zaydan al-asadu. Zayd go'yoki sherdir. Zayd sherga o'xshaydi degan. Tashbihan majaziyan, majoziy tarzda o'xshatilyapti bu yerda. Zaydni asadga o'xshatilyapti, sherga o'xshatilyapti. Ka'anna Zaydan al-asadu. Endi ka'anna ba'zida shubhalanish, shak qilish, ikkilanish ma'nosida ham ishlatiladi. Masalan, ka'annaka turidu hada.
sen mana shuni o'ylayotganga, xohlayotganga o'xshayapsan. Masalan. Bu ya'ni qanaqadir shak, ikkilanish degan ma'nolarda keladi. Ikkilanish degan ma'nolarda keladi. U ham ko'ryapmiz, ismini nasb qilyapti, xabarini raf qilyapti. Va robi'a to'rtinchisi lakinna. Lakinna kalimasi. Bu ham innani axovatlaridan va ismini nasb qiladi, xabarini raf qiladi. Buni ma'nosi esa istidrok ma'nosi uchun keladi. Istidrok degani to'ldirish degani. Gapini to'ldirib qo'yish degani. Ya'ni demak, o'sha lakinnani ishlatmasa, lakinna shunaqa o'rinlarda ishlatiladiki, agar o'sha lakinnani ishlatilmasa, ya'ni gapni ma'nosi to'lmay qoladi. Gapni ma'nosi to'liq tushunarli bo'lmay qoladi. Qanaqadir mubham jihatlari qolib ketadi. Demak, lakinna bu to'ldirishlik uchun ishlatiladi. Masalan, maja'ani Zaydun. Menga Zayd kelmadi, meni oldimga Zayd kelmadi degan misolimizda meni muxotabim tushunib qolishligi mumkinki, ha, demak Amir ham kelmabdi-da, Zayd kelmagan bo'lsa deb tushunishligi mumkin kimdir. Ya'ni o'sha Zaydni sherigi ham kelmabdi-da demak deb tushunishi mumkin. Men shuni istidrok qilib to'ldirib aytamanki, lakin Amron hadirun. Lekin Amir kelgan deb aytaman. O'sha joyda lakinna nima qildi? Istidrok qildi. O'zidan oldingi jumladan tushuniladigan mubham ma'noni to'ldirib berdi. Mubhamlikni ketkizib to'ldirib berdi. Masalan, yana ham tushunarli misol aytadigan bo'lsak, Zaydun g'aniyun. Zayd boydir desak. Zayd boydir degandan kimdir tushunishi mumkinki, u demak saxiy, qo'nochiq bo'lsa kerak degan xayol keladi birinchi o'rinda. Endi shuni to'ldirib qo'yishlik uchun bu tushunchani ketkazishlik uchun nima deyiladi? Agar shuni aytish o'rinli bo'lsa, lakinnahu baxilun deb qo'yadi. Mana shunaqa o'rinlarda ishlatiladi, ya'ni lakinna kalimasi. Hop, istidrok degani o'zi aslida mana shunday to'ldirish degani, lekin bu kitobda istidrokka o'ziga boshqacha ma'no bergan. Ya'ni ko'rinish jihatdan ma'no bergan. Ko'rinishini ma'nosini bergan. Qarang, hozir bilasizlar. Al-istidraku huwa an yatawassata bayna kalamayn mutaghayyirayn bin-nafi wal-isbat. Istidrok degani bu o'sha lakinna kalimasi ikkita har xil bo'lgan nafiy isbot bilan har xil bo'lgan kalomni orasiga tushish degani. Ya'ni bu degani ikkita kalom keladi, bittasi manfiy bo'ladi, bittasi musbat bo'ladi, bittasi isbot bo'ladi, ya'ni musbat bo'ladi. Ularning orasida lakinna keladi. Mana shuni istidrok deymiz deyaptilar. Ya'ni bu ko'rinishini aytib beryaptilar xolos. Masalan, maja'ani Zaydunda bu manfiy, lakinna Amron hadirun esa bu musbat jumla. Ya'ni manfiy musbatlik jihatdan bir-biridan boshqacha bo'lgan ikkita kalomning o'rtasida kelishligi mana shu istidrok deyaptilar. Mayli, ya'ni ko'rinish jihatdan bu ta'rif ham tushib ketaveradi, lekin istidrok degani aytganimizdek gapni to'ldirib qo'yish degani. Oldingi gapidan chiqadigan noto'g'ri tushunchalarni ketkazish degani istidrok degani. Hop. 5-inchisi layta. Layta bu tamanni uchun keladi. Tamanni. Tamanni degani o'sha orzu degan ma'nolarda. Layta Zaydan muntaliqun. Qaniydi Zayd ketsa edi degan. Qaniydi Zayd ketsa edi degan. Va ma'na tamanni talabu husuli shay'i. Tamannini, orzuni ma'nosi shundayki, bu bir narsani hosil bo'lishligini talab qilish degan. Istash degan. Savo'un kana mumkinan aw mumtani'an. Bu farqi yo'q, imkonli bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bo'lishi mumkin, talab qilayotgan narsasi, yoki imkonsiz narsa bo'lishi mumkin. Mumtani' degani imkonsiz narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni mumkiniga misol keltiradi. Mumkin degani, ya'ni bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, bu misoli layta Zaydan qoimun. Qani Zayd tursa edi degan. Zaydni turishligi mumkin-ku, ya'ni ehtimolli-ku.
o'sha o'rinda ham ishlatsa bo'ladi laytani deyaptilar. Va imkonsiz bo'lgan o'rinda ham ishlatsa bo'ladi. Va mumtani bo'lganiga misol layta zaydan toirun. Qaniydi zayd uchsa edi degan misol. Qaniydi zayd uchsa edi. Yani zaydni qanot chiqarib uchishligi bu mustahil narsa, mumtani narsa, imkonsiz narsa. O'shaning uchun bu yerda demak layta ishlatiladi. O'zi aslida bu yerda mumkinlarda ishlatiladi deyaptilar. Lekin g'oliban layta kalimasi yo imkonsiz narsalarda ishlatiladi. Masalan, layta zaydan toirun yoki ya laytani kuntu turaba. Qaniydi tuproq bo'lib ketsa edim deganda kofir. Yoki bo'lishligi qiyin bo'lgan narsada ishlatiladi. Ya'ni bo'lishi qiyin bo'lgan narsada ishlatiladi. Mumkin, iloji bor, lekin bo'lishi qiyin bo'lgan narsada ishlatiladi. Masalan, bir kishi aytsaki, sahroda yurgan bir kishi aytsaki, qaniydi meni bitta shaharim bo'lsa desa. Qaniydi meni o'zimni shaharim, xos mulkim bo'lgan shahrim bo'lsa desa. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, lekin qiyin. Ya'ni kam ehtimolli bo'lgan narsa hisoblanadi. Ya'ni shu o'rinlarda, shunaqa o'rinlarda layta ishlatiladi. Tamanni degani o'zi so'zni ma'nosi bilan bilib olsak bo'ladi, orzu degan. Keyingisi 6-si la'alla bu litarajji, tarajji ma'nosi uchun ishlatiladi. Tarajji ma'nosi uchun. Tarajji degan nima degani? Umid degan ma'noni beradi. Endi umid ikki xil bo'ladi. Bu yaxshilikni umid qilishlik bor, yomonlikni umid qilishlik bor. Yomonlikni umid qilinmaydi, balki yomonlikdan xavotir olinadi, qo'rqilinadi. Demak, bu la'allaga o'sha yaxshi, buni xabari agar yaxshi xabar bo'ladigan bo'lsa, bunga umid deb ma'no beriladi. Yomon bo'lmagan xabar bo'lsa, unga umid ma'nosi beriladi. Masalan, la'alla zaydan qoidun. Ya'ni shoyatki Zayd o'tirsa, ya'ni umid qilamanki Zayd o'tiradi deb degan ma'no beradi. Bersa bo'ladi. Umid qilamanki degan ma'no bersa bo'ladi. Chunki qoidun o'tiruvchilik bu ya'ni yomon xabar emas. Umid ma'nosini bersa bo'ladi. Va agar buni xabari agar yomon xabar bo'ladigan bo'lsa, xavotir olaman, qo'rqaman degan ma'nolarda keladi. La'alla Zaydan maridun. Men qo'rqamanki Zayd kasal bo'lgan bo'lsa kerak degan misoldagi kabi. Lekin ba'zi tagida umid qilish, kutish ma'nosi yotadi. Lekin bittasida xabar yaxshilik bo'lsa, yaxshilikni kutayotgan bo'ladi. Xabar yomonlik bo'lsa, yomonlikni kutayotgan bo'ladi, o'zi xohlamasa ham. Tarajjini aytayaptiki, endi at-tarajji yusta'malu fil mumkin faqat. Umid bu faqat mumkinlarda ishlatiladi xolos. Mumkin tepada aytganimizdek bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarda ishlatiladi. Mustahillarda ishlatilmaydi demak. Kaqavlihi ta'ala la'alla Alloh yuhdithu ba'da zalika amra. Alloh taolo mana bu oyat kabi. Shoyat Alloh taolo bundan keyin bir ishni paydo qilsa degan oyat ekan. Shoyat Alloh taolo bundan keyin bir ishni paydo qilsa degan bu taloq oyatlari haqida edi. Ayollarni uyingizdan chiqarib yubormanglar. Taloq qilgandan keyin uyingizdan chiqarib yubormanglar iddat paytida degan mazmunda oyat keladi. Vala tukhrijuhunna min buyutihinna va la yakhrujna degan oyat keladi. Keyin davomida mana shu keladi. La'allalloha yuhdisu ba'da zalika amra. Shoyat Alloh taolo bundan keyin, ya'ni o'sha taloq bo'lgandan keyin iddat paytida balkim bir yaxshi ishlarni paydo qilar Alloh taolo degan oyat keladi. Ya'ni yaxshiliklar paydo qilib, muhabbat paydo qilib, yana qaytarib qo'yar Alloh taolo degan mazmun bor ba'zi tafsirlarga ko'ra. Bu yerda xabari yaxshilik bo'lib kelyapti, demak, uni umid ma'nosini bersak bo'ladi.
Endi bu yerda aytish mumkin, kimdir aytishi mumkin, Alloh umid qilmaydi-ku, Alloh xohlasa bo'ldi deyishi mumkin. Yo, aytamizki, bu yerda Alloh umid qilmayapti, umid beryapti bizga. Umid beryapti. Biz umid qilyapmiz bu yerda. Shuning uchun la'allaga bu yerda shoyatki, umid qilamanki, ya'ni umid qilamizki, musulmonlar umid qiladiki degan ma'no bersak bo'ladi. Va tafsirlarda endi la'allaga ba'zilar albatta degan ma'no ham berishadi, qat'iy ma'no ham berishadi. Ba'zilar uchun degan ma'no ham berishadi. Ya'ni har bittasini o'zini o'rni bor. Bu yerda umid ma'nosi juda ham to'g'ri keladigan ma'no, o'rin hisoblanadi. Yana ta'kidlab aytamiz, Allohga umid ma'nosi berilmaydi, chunki umid bu ojizona bir narsani kutish, ojizona kutishda bu umid. Alloh bir narsani xohlasa bo'ldi, umid qilishligi shart emas. Bir narsani xohlashligi bilan bo'ladi. Yoki kun deyishligi bilan bo'ladi. muhimi demak la'allalloh yuhdisu ba'da zalika amra. Va ka qawlihi ta'ala la'alla as-sa'ata qarib. Balkim qiyomat yaqin qolgandir. Qiyomat vaqti yaqindir deganda masalan. Bu yerda nima bo'lyapti? Qo'rqitish ma'nosi bor. Taxvif ma'nosi bor. Chunki xabar bu yerda yomon xabar bo'lyapti. Qiyomat yaqin ekanligi bu yaxshi xabar emas. Odamlarni hisob kitobi yaqinlashayotgan payt hisoblanadi. Muhimi demak la'alla shunaqa ma'nolarda umid yoki xavotir olish ma'nolarida keladi. وإنما سميت هذه الحروف الحروف المشبهة بالفعل. Bu harflar fe'lga o'xshash harflar deb nomlandi. Nima uchun? Likawniha ala salasati ahrufin. Bir qancha sabablarga ko'ra, birinchisi 3 ta harflik fasoidan yoki undan yuqori bo'lganligi uchun. 3 ta harflik yoki undan yuqori bo'lganligi uchun, undan ko'p bo'lganligi uchun. Ya'ni ba'zilari 3 ta harflik, ba'zilari 3 tadan ko'proq. Ya'ni fe'l ham qanaqa bo'ladi? Kamida 3 ta harf bo'ladi yoki 3 tadan ko'p bo'ladi. Xuddi shuningdek bu harflar ham kamida 3 ta harf va 3 tadan ko'plari ham. Birinchidan demak 3 ta harfdan kam emas bular. Fasoidan degani ko'proq degani. 3 ta harf yoki undan ko'proq. Va fathi avaxiriha. Ikkinchi sababi fe'llarga o'xshashligini hammasini oxiri fathali bo'ladi. Xuddiki mozi fe'lini oxiri fathali bo'lgani kabi, bularning oxiri ham fathali. Inna, anna, ka'anna, lakinna, layta, la'allaka. Kama futiha akhirul fi'li. Xuddiki o'sha mozi fe'lini oxiri fatha qilingani kabi. Bu ikkinchi sabab edi. Uchinchisi va vujudi ma'nal fi'li fi kulli wahidatin minha. Ularning har bittasida fe'lning ma'nosi bor bo'lganligi uchun. Bu tepada aytib keldik, hammasida inna bilan anna tahqiq uchun dedik. Ya'ni haqqaqtu degan ma'no bor. Muhaqqiqu degan ma'no bor. Ka'annada ushabbihu, shabbahtu degan ma'nolar bor. Va nimada lakinnada istadraktu degan ma'no bor. Laytada tamannaytu degan ma'no bor. La'allada tarajjaytu degan ma'no bor. Ila oxiri. Ya'ni bularning har bittasida fe'lning ma'nosi bor bo'lganligi sababli. Demak, mana shu 3 ta sababga ko'ra nima qilyapti? Bu harflar fe'lga o'xshayapti. Birinchidan kamida 3 ta harf yoki undan yuqori, ko'proq. Ikkinchidan oxirlari fathali, xuddiki mozi fe'lning oxiri fathali bo'lgan ekan. Uchinchidan bularning har bittasida fe'lning ma'nosi bor. Mana shu jihatlardan bu harflar fe'lga o'xshadi. O'shaning uchun bularni al-huruful mushabbaha bil fi'l deb nomlanadi. Ba'zida hurufun nawasikh ham deyiladi. Ilahi. Lekin ko'pchilik ulamolarning tilida al-huruful mushabbaha bil fi'l deb nomlanadi bu harflar. Endi bitta qoida bor. Al-mushabahatu taqtadi al-munasabata. Bir narsa boshqa narsaga o'xshasa, bu ikkovi bir-biriga munosib bo'lishligini taqozo qiladi. Demak, bu harflar bu fe'llarga o'xshadimi? Demak, o'sha fe'llarning ishidan bunga ham berish kerak bo'ladi.
fe'llarga o'xshatib nimadir fe'llarni xususiyatlarini bunga berish kerak bo'ladi. Demak, o'shaning uchun ham aytayaptiki, va kama annal fi'la tarfa'u va tansibu, ya'ni fe'l ham raf qilgani, nasb qilgani kabi, fakazalika hiya tarfa'u va tansibu. Bular ham raf va nasb qiladi. Bularning ham marfu'lari bor, mansublari bor, fe'llarning ham marfu mansublari bor. Nima uchun? Li mushabahatiha al-fi'la min hadhihi al-wujuh. Mana shu jihatlardan fe'lga o'xshaganligi uchun. Mana shu jihatlardan fe'lga o'xshaganligi uchun demak nima? Bu harflar nima qiladi? Ba'zi ismlarni raf, ba'zi ismlarni mansub qiladi. Ya'ni fe'llar aslida omil hisoblanadi. Asl omillar bular fe'llar hisoblanadi. Endi bu harflarni, huruf mushabbahalarni fe'llarga qo'shimcha qilinib, ularni ham raf, nasb qiladigan qilishdi. Sababi nima? Chunki ular ham fe'lga o'xshaganligi uchun. O'xshashligi esa munosibligini taqozo qiladi. Nahvu ilmida juda ham mana shu qoida ko'p rol o'ynaydi. Bir narsa bir narsaga o'xshasa, u o'shani hukmini oladi. Masalan, g'ayrimunsarif ismga fatha bilan kasra bilan tanvin kirmaydi. G'ayrimunsarif ismga kasra bilan tanvin kirmaydi. Nimaga? Chunki u ikkita jihatdan fe'lga o'xshaydi deyishadi ulamor. Ikkita jihatdan, endi hozir kirishib o'tirmaymiz, qaysi jihatlar ekanligi cho'zilib ketadi. Ikkita jihatdan fe'lga o'xshaganligi uchun ularga o'sha fe'l ismning xususiyatlaridan ba'zisini olib tashlangan ulardan. Fe'lga sal o'xshaydigan qilib qo'yilgan, fe'lga munosib qilib qo'yilgan deyishadi. Demak, al-mushabahatu taqtadil munasabata. O'xshashlik munosiblikni taqozo qiladi. Bu nafaqat nahv ilmida, balki shariatda ham nima bor? Bu o'rinli qoida hisoblanadi. O'xshashlik munosibligini taqozo qiladi degan qoida. Ya'ni ikkita masala bir-biriga o'xshaydigan bo'lsa, ular bir-biriga qiyos qilinadi ba'zida. Shariatda. Hayotda ham shunaqa. Masalan, siz bir kishini ko'rishingiz kerak edi. Qora kiyimdagi, qo'lida qora sumka bor bo'lgan kishiga nimadir berib qo'yishingiz kerak edi. Gapirmasdan. Aynan o'sha paytda, siz kutgan paytda o'sha kishi keladigan bo'lsa, siz unga o'sha qo'lingizdagi narsani berasiz va ketasiz. Va qarasangiz, u odam boshqa bo'lib chiqadi. Xuddi shu kiyimda, shunaqa qora kiyimda, qora sumkasi bilan o'sha vaqtda shu joyda paydo bo'ldi u odam va siz o'sha o'xshashlik munosibligini taqozo qilganligi uchun, demak bu odam o'sha men kutayotgan odam deb turib unga narsangizni berib ketdingiz. Nima bo'ldi? Bu yerda o'xshashlik demak bir munosiblikni taqozo qildi. Shunga o'xshaganligi uchun siz unga berdingiz. Demak, bu qoida yana hamma joyda yuradigan qoida bu. Al-mushabahatu taqtadil munasabata. Shuning uchun ham demak aytishadiki, mana bu huruf mushabbaha bil fe'lni amal qilishligini, raf nasb qilishligini sababi, chunki ular fe'lga o'xshaydi. Mana bu jihatlardan, tepada aytilgan 3 ta jihatdan fe'lga o'xshaydi. O'shaning uchun ham bular amil qilingan deyishadi ulamolar. O'zi aslida bunaqangi nimalar chuqurroq tushunish uchun, nahv ilmini yana ham yaxshi tushunish uchun aytilinadi. Lekin u sahroda yurgan arablar inna bilan nasb qilib, inna bilan raf qilib o'qigan, gapirgan paytida bu qoidalar xayoliga ham kelmagan bo'lsa kerak, Alloh a'lam. Bu o'zi aslida, ya'ni inna, anna, ka'anna, lakinna, layta, la'allar bular ismini nasb, xabarini raf qiladi. Nima uchun? Asosiy sababi nima? Asosiy sababi arablar shunday ishlatganligi. Arablar shunday ishlatganligi uchun o'zi bular ismini nasb, xabarini raf qiladi. Endi bu yerda ulamolar mana shunaqa har xil sabablar olib kelishadi, qoidalar qo'yib tashlashadi, chunki bu nahv ilmi ming yillardan beri, masalan, o'sha sahobalarning davridan beri o'rganib kelinayotgan ilm hisoblanadi. Ali radhiyallohu anhuning buyruqlari bilan Abul Aswad ad-Du'ali degan tobiin birinchi nahvni yozgan. Ya'ni qoil raf bo'ladi, maf'ul nasb bo'ladi deb
yozgan. O'shandan beri o'rganib kelinadigan ilm. Shuning uchun ham ya'ni chuqur kirishib ketilgan ba'zi kitoblarda har bitta narsani sabablarigacha zikr qilinadi. Aslida garchi bunday bo'lmasa ham ba'zi o'rinlar. Lekin bu ko'proq eslab qolishga, chuqurroq tushunishga yordamchi bo'ladi albatta. Muhimi demak bu biz ikkinchi turini o'tdik. Ikkinchi turi demak al-huruful mushabbahatu bil fi'li bo'ldi. Ularning amalini ham bildik. Hop, keyingisi uchinchi turi ma va la al-mushabbahatani bi laysa. Laysaga o'xshash ma va la. Laysaga o'xshash ma va la. Bular ya'ni nafiy qilishlik jihatdan laysaga o'xshashadi. Nafiy qilishlik jihatdan laysaga o'xshashadi. Shuning uchun laysaga o'xshash deyiladi. النوع الثالث من 13 نوعا 13 turdan 3-turi harfani tarfa'ani al-isma va tansibani al-khabara. Ya'ni ismini raf qiladigan, xabarini raf qiladigan, xabarini nasb qiladigan ikkita harf. Va huma bular ma va la. Nahu ma zaydun qa'iman va la rajulun hadiran. Zayd tikka turuvchi emas, tikka turmagan hozirgi paytda. Va la rajulun hadiran va hech bir kishi keluvchi emas. Kelmaydi degan ma'nolarda yoki kelmagan degan ma'noda. Va yusamma ma va la al-mushabbahatayn bi laysa. Bular ikkovlari laysaga o'xshash ma va la deb nomlanadi. Min haysu endi qaysi jihatdan o'xshaydi? Shu jihatdanki inna ma va la lin-nafi. Ma va la nafiy ma'nosini berish uchun keladi. Va ma li nafil hal. Ma bu hozirgi zamonni nafiy qilishlik uchun keladi. Hozirgi yoki hozirgi zamonga yaqin mozini nafiy qilishlik uchun keladi ma. Va dukhuli ala al-ma'arif va ma'rifalarga kirib keladi bu ma. Va nakirat va nakiralarga ham kirib keladi. Va ala al-mubtada'i wal khabar va mubtada xabarga ham kiradi bular. Va dukhulil ba ala khabariha. Va bularning xabariga ba ham kiradi. Bi ham kiradi. Harf jar bo'lgan bi kiradi. Shu jihatlardan ma demak laysaga o'xshaydi. Demak shu jihatdanki ma va la nafiy uchun, ikkovi ham nafiy ma'nosini beradi. Ma hozirgi zamonni nafiy qilishlik uchun. Hozirgi yoki hozirgi zamonga yaqin bo'lgan modini. Va ma'rifalarga kiradi ma va nakiralarga ham kiradi, mubtada xabariga kiradi va bularning xabariga, ya'ni ma'ni xabariga nima kiradi? Bi kiradi. Xuddiki laysaga ham kirgani kabi. Masalan, ma zaydun biqo'imin. Ma nafiy ma'nosini berib kelyapti. Zaydun bu ma'rifa ism va uni ismi bo'lyapti. Biqo'imin ma'ning xabari bo'lyapti. Bi zoida bo'lib kelyapti bu yerda. O'zi aslida bi tashladigan bo'lsak, ma zaydun qo'iman bo'ladi ma'nosi. Kama anna laysa kadalik. Laysa ham xuddi shunaqa bo'lgani kabi. Ya'ni laysa ham nafiyga dalolat qiladi. Laysa ham ma'rifa nakiralarga kiraveradi va laysaning xabariga ham bi kirsa bo'ladi. Endi ma zaydun biqo'imin deganda bunday aytsangiz ham bo'ladi yoki ma zaydun qo'iman desangiz ham bo'ladi. Va anna la va yana shu jihatdanki la innama hiya lin-nafi. U nafiy uchun bu ham nafiy ma'nosini beradi. Va dukhuli ala nakirat va nakiralarga kirishlik uchun bu. Ya'ni nakiralarga kiradi bular va mubtada va xabarga kiradi. Ya'ni bu ma'rifalarga kirmaydi. Duna nafil hal bu yana hozirgi zamonni inkor qilmaydi. Faqat hozirgi zamonga da'vat qilmaydi. Hozirgi zamonni ham berishi mumkin, lekin faqatgina hozirgi zamonga da'vat qilmaydi. Kelasi zamonni ham berishingiz mumkin bo'lgan. Hozirgi zamonni ham berishingiz mumkin. Ilohi. Va dukhuli ala al-ma'arif va ma'rifalarga kirmaydi. Duna nafil hali va duna ad-dukhuli al-ma'arif. Demak bu hozirgi zamonga kirmaydi va ma'rifalarga kirmaydi. Va dukhulil ba'i ala xabari. Ya'ni xabariga ba kirmaydi buni ham. Duna dukhulil ba deb berdi. Nahu misol la rajula fid dari. Masalan la rajulun fid dari desak to'g'ri bo'ladi. Chunki bu yerda la nafil jinsga misol keltirib qo'yibdi. La rajulun fid dari. Ya'ni hovlida kishi yo'qdir. Ya'ni
kishi hovlida emasdir deganda. Biror bir kishi hovlida emasdir degan misolimizda la rajula deb tugaydi, lekin bu la rajulun bo'lishi kerak. Chunki bu ma va la laysaga o'xshash ma va la haqida gap ketyapti. U ismini raf qiladi, xabarini nasb qiladi. Yoki bizni misolimizda masalan boshqa misol olib kelishimiz mumkin. Ko'rinishi uchun la rajulun qoiman. Yani biror bir kishi tikka turuvchi emas. Tikka turmaydi degan. Hop. Bular demak nima edi? Ma va la al-mushabbahatani bi laysa edi. Laysaga o'xshash ma va la edilar. Ular demak nima? Ismini raf qiladi, xabarini nasb qiladi, xuddiki laysa kabi. Endi keyingi turi, 4-turi hurufun tansibul ismal mufrada. Bitta ismni nasb qiladigan harflar. Bu yerda mufrad ism deganda birlik ism deb tushunmanglar, balki bir dona ismni nasb qiladigan ismlar. النوع الرابع من 13 نوعا حروف تنصب الاسم المفرد فقط. Faqatgina mufrad ism, ya'ni bitta ismnigina nasb qiladigan harflar. وهي 7 أحرف. Ular 7 ta harfdan iborat. Ahaduha shulardan bittasi al-vav. Vav. Ya'ni bi ma'na ma'a. Ma'a ma'nosidagi vav. Nahu istawal ma'u wal khashabata. Suv cho'p bilan birga ko'tarildi. Yog'och bilan birga ko'tarildi. Masalan, bir yog'ochni bir idishga solinsa-da, ichiga suv solinsa, suv ko'tarilgan sari yog'och ham ko'tarila boshlaydi. Bu yerda nima? Suv ko'tarilyapti va u bilan birgalikda xashab ham, yog'och ham ko'tarilyapti. O'sha nima deyilyapti? Istawal ma'u wal khashabata. Mana shu joyda vav ma'iyya deyiladi. Ma'a ma'nosini beradigan vav. Va undan keyin kelayotgan ism mansub holatda bo'ladi. O'sha birgalik ma'nosini beradigan bo'lsa, birgalik ma'nosida bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Nasb holatda bo'ladi. Endi mana bu misolimizda ba'zi misollar bo'ladi. Masalan, jaa Zaydun va Muhammadun desak masalan. Jaa Zaydun va Muhammadun. Bu yerda atf qilsak ham bo'ladi. Jaa Zaydun va Muhammadun deb atf qilib aytsak ham bo'ladi. Va agar birga ma'nosini bermoqchi bo'lsak, jaa Zaydun va Muhammadan deymiz. Zayd va Muhammad birga kelishdi degan ma'no bo'ladi. Va Muhammadan deydigan bo'lsak, birga degan ma'no kelib chiqadi. Xuddiki mana misolimizdagi kabi. Istaval ma'u wal khashaba. Chunki khashaba o'zidan o'zi ko'tarila olmaydi-da, o'shaning uchun bu yerda faqatgina maf'ul mutlaq qilish joiz bo'lgan o'rnini keltirib qo'ygan. Biz aytayotgan misolda esa jaa Zaydun va Muhammadun degan misolimizda ham ma'tuf qilsak bo'ladi, ham maf'ul ma'h qilsak bo'ladi. Maf'ul ma'h qilib, ya'ni vovdan keyin mansub qilsak bo'ladi. Bu endi qaysi ma'noni qasd qilayotganligimizga bog'liq. Agar mutlaq Zayd ham keldi, Muhammad ham keldi degan ma'noni bermoqchi bo'lsak, unda jaa Zaydun va Muhammadun deymiz. Agar Zayd bilan Muhammad birga kelishdi degan ma'noni bermoqchi bo'lsak, jaa Zaydun va Muhammadan deb aytamiz. Ba'zida faqatgina birgalik ma'nosini berish lozim bo'ladi, xuddi mana bu misolimizdagi kabi. Birgalik ma'no. Bu yerda atf qilib bo'lmaydi. Chunki xashaba o'zidan o'zi ko'tarila olmaydi. Yog'och o'zidan o'zi ko'tarila olmaydi. Va yana masalan, qara'tu darsa wal misbaha. Men darsni o'qidim misbah bilan birgalikda. Ya'ni yonimda misbah ham bor edi, yonimda hamrohim misbah edi, ya'ni chiroq edi degan. Misbah bilan birgalikda, misbahning yonida men darsimni o'qidim degan. Bu joyda biz nima qilsak bo'lmaydi, ya'ni buni atf qila olmaymiz. Men va misbah dars o'qidik degan ma'no bo'lmaydi bu yerda. Bu yerda faqat birgalikda ma'nosini bersak bo'ladi. Mana shunaqa o'rinlarda, ya'ni birgalikda degan ma'nolarni beradigan o'rinlarda demak vav ishlatiladi. Al-maf'ulu ma', demak mana shu al-khashabata wal khashabadagi al-khashaba maf'ulu ma' deyiladi.
yoki biz aytgan misoldagi va muhammadan degandagi muhammad so'zi ham yoki val misbah so'zi ham maf'ul mah deyiladi. ya'ni birgalikda u bilan nimadir birgalikda qilingan bo'ladi. Huval mazkuru ba'dal vawi al kainati bi ma'na ma'a. Demak, maf'ul ma'a bu vovdan keyin zikr qilinadigan ismdir. U vov esa ma'a ma'nosida bo'lgan vov. Li musahabati ma'muli fi'lin. Bir fe'lning ma'muliga musohib bo'lganligi uchun, hamroh bo'lganligi uchun, ya'ni u vovdan keyin zikr qilinadi. Bir fe'lning ma'muliga hamroh bo'lganligi uchun, sherik bo'lganligi uchun. Ya'ni bu yerda istava fe'l. Al-ma'u uning ma'muli. Khashaba esa bu maf'ulun ma'. Vovdan keyin zikr qilinyapti bu, ya'ni ma'a ma'nosidagi vovdan keyin zikr qilinyapti. Nima uchun buni ma'a ma'nosidagi vovdan keyin zikr qilinyapti? O'sha istava fe'lining ma'muli ma'ga ko'tarilishlikda sherik bo'lganligi uchun. Ya'ni hamroh birga bo'lganligi uchun. Demak, ana shunday qilinadi. Maf'ul ma'h degani mana shunday degan ekan. Maf'ul ma'h demak shunday bo'lsamki, uni zikr qilinadi ba'dal vavi, vovdan keyin. U vov qanday vov? Al-kainati bi ma'na ma'a. Ma'a ma'nosida bo'lgan vov. U nima uchun u vovdan keyin zikr qilinadi? Bir fe'lning ma'muliga u sherik bo'lganligi uchun. Tamam. Demak, bu bitta ismni vov ma'iyya bitta ismni nasb qiladigan amillardan ekan. Keyingisi bitta ismni nasb qiladigan amillar bular 7 ta edi. Birinchisini o'tdik. Ikkinchisi illa. Illa bu istisno uchun nasb qiladi bitta ism. Ja'anil qawmu illa Zaydan. Ja'anil qawmu illa Zaydan. Meni oldimga qavm keldi, odamlar keldi, Zayddan tashqari. Endi buni turlari bor, o'sha nahv kitoblarida bu keladi. Ya'ni istisno mustasno bor yoki yo'qligiga qarab, manfiy musbat, bundan oldingi kalom manfiy musbatligiga qarab, ya'ni buni holatlari, i'roblari har xil bo'ladi, lekin hozir o'rni emas. Bu yerda illa ba'zida o'sha biror bir ismni mustasno qilib nasb qilishligini gapirib o'tamiz bu yerda. Ja'anil qawmu illa Zaydan. Demak, Zaydanni bu yerda nasb qilgan narsa demak illa bo'ldi. Hop, istisna nima degan ekan? Istisna degani ixroju shay'i amma dakhala fihi ghayru. Bir narsani unga boshqasi kirgan narsalardan chiqarib yuborishlik. Ya'ni boshqasi kirgan narsalardan, boshqasi kirgan hukmdan bir narsani chiqarib tashlashlikka istisna deyiladi. Ya'ni bu yerda kelishlikka qavm kirib ketyapti. Ya'ni kelishlik hukmiga qavm kirib ketyapti. Qavm kelishlik hukmiga kirib ketyapti. Shundan Zaydni istisno qilib olinyapti. Illo Zayd, ya'ni Zayddan boshqa, Zayd kelmadi degan ma'no. Kelishlik hukmidan demak Zaydni chiqarib tashlanadi, istisno qilinyapti. Faqad akhrajta Zaydan min al-maji'i. Mana bu yerda bizning misolimizda Zaydni kelishlik fe'lidan, kelishlik hukmidan chiqarib tashlayapsiz. Bular nima? Istisno bo'ldi bu demak. Keyingisi ya, ya'ni uchinchisi ya. Ya'ni bitta ismnigina nasb qiladigan harflar nima degan edik? 7 ta degan edik. Bular birinchisi ya, uchinchisi ya. Ya rajulan, ya Abdulloh, ya khayran min Zaydin masalan. Biz hozir mana rajulan, Abdulloh, khayran min Zaydinlar haqida uncha gapirmaymiz. Lekin yani o'zi haqida gapiramiz. Chunki amil haqida gap ketyapti-da. Ya demak bu o'zidan keyin keladigan ismni nasb qiladi. Nasb qiladi. Munodolikka ko'ra. Ey kishi. Bu yerda ya rajulanga ey kishi deb bir kishiga qarab ya rajulan demaymiz. Qachon ya rajulan deymiz? Qachon umumiy erkak zotiga qarab gapiradigan bo'lsak, ya rajulan, ey erkak kishi deb, ya'ni erkaklarga murojaat qiladi. Yoki ya musliman, ey musulmon kishi deb musulmonlarga murojaat qiladi. Yoki ya mu'minan masalan.
yoki ya g'ofilan, ey g'aflatdagi odam deb hamma g'aflatdagi odamlarga murojaat qilinsa, bu qasd qilinmagan ma'nodada endi. Agar bir kishiga qarab turib, ey kishi demoqchi bo'lsa, ya rojulu deydi unda. Ya Abdullohi, ya xayron min Zaydin. Ey Zaydga o'xshagan. Ya xayron min Zaydin bu nima mudofga o'xshash ma'noda deyiladi uni. Rojulan nakrai g'ayru maqsuda va ya Abdullohida bu mudof bo'lgan ma'noda, ya xayron min Zaydinda mudofga o'xshash bo'lgan ma'noda deyiladi. Bular inshaalloh hali keyingi kitoblarda yana ham chuqurroq kirishamiz, chunki biz hozir yani o'zi haqida gapirishimiz kerak. Bu hozir pastda yana ham gapiriladi ya haqida. Va aya ham bu ya degan ma'noni beradi. Yani ma'nosini beradi, lekin faqat uzoqroqdagi masofadagi kishiga chaqiriladi aya bilan. Aya rojulan, ey erkak kishi. Aya Abdulloh, ey Abdulloh masalan, uzoqroqdagi. Aya xayron min Zaydin, ey Zayddan yaxshi bo'lgan kishi degan. Va haya nahu haya rojulan. Haya degani ham bu nima? Nidoga da'vat qiladi. Bu ham ya'ni uzoqroq masofadagi kishini chaqirishga da'vat qiladi. Haya rojulan. Bitta misol bilan cheklanibdi, qolganlarni ham keltirish mumkin. Haya Abdullohi, haya xayron min Zaydin. Endi ay bu yaqin masofadagi kishini chaqirishlikka da'vat qiladi. Yaqinroq masofadagi. Ay rojulan, ey kishi, ey erkak kishi degan. Ay Abdulloh, ey Abdulloh. Val hamzatu, hamza ham arajulan. Bu juda ham yaqin masofadagi nimaga ishlatiladi? Munodaga ishlatiladi. Va hadhihi al-khamsatu lin-nida. Mana bu 5 ta hozir zikr qilganlarimiz, ular nida uchun ishlatiladi. Mana bu 5 tasi nida uchun ishlatiladi deyildi. Hamza ham bor. Mana bu 5 tasi demak nida uchun ishlatiladi. Va ma'nal munada. Endi munodoni ma'nosi nima? Munodo nima degani desa, huval matlubu iqbaluhu bi harfin naibin maqama ad'u, manaba ad'u lafzan. Aw taqdiran. Munodo degani bu shunday ismki, uni qarashligi talab qilinayotgan bo'ladi. Yuzlanishligi talab qilinayotgan bo'ladi. Sizga qaramay o'tirgan odamni siz ey falonchi deb chaqirsangiz, nima bo'ladi maqsadingiz? Sizga qarashligini talab qilayotgan bo'lasiz. Demak, u qarashligi talab qilinayotgan ismdir. Bi harfin naibin manaba ad'u. Ad'uni o'rnini bosadigan bir harfni yordamida. Ad'uning o'rnini bosadigan bir harfning yordamida uni qarashligi talab qilinayotgan ism bo'ladi. Lafzan bu lafzan zikr qilinishi mumkin o'sha harf ya Zaydu kabi, ya Zaydu kabi yoki u taqdirda bo'lishligi mumkin. Aw taqdiron. Masalan, Yusufu a'rid an hada. Ey Yusuf, bundan yuz o'girgan. Ey Yusuf, bundan yuz o'girgan degan misolimiz. Bu yerda Yusufuda mubtado qila olmaymiz, chunki mubtadoni xabari, ya'ni nima? Ko'pincha anaqa bo'lmaydi, talab bo'lmaydi. Mazmunga qarabda. Taqdirda ya Yusufu. Ya bor taqdirda. Ay ya Yusuf. Xo'p, munoda shunday degan ekan. Ya ixtassat va ya ixtassat bi an yunada biha al-qarib wal-ba'id wal-mutawasssit. Ya'ni ya shunday narsaga xoski, shunday bir xususiyatga xoslanganki, u bilan yaqin masofadagi ham nido qilinadi, uzoq masofadagi ham, o'rta masofadagi ham nido qilinadi. Shunaqa xususiyati bor ya'ni. Hammasi bilan nido qilinadi. Hammasi nido qilinaveradi u bilan. Uzoqdagi ham, yaqindagi ham, o'rta masofadagi ham. Ya hammasiga yuraveradi. Duna axavatiha, qolgan sheriklari bunday emas bo'ladi. Aya, haya, aylar, hamzalar bunaqa emas yani. Chunki ular ba'zisi uzoqqa, ba'zisi qisqaga da'vat qiladi. Va aya va haya wudi'ata lil munada al ba'id. Aya bilan haya bular uzoqdagi munodoga qo'yilgan, munodo uchun qo'yilgan harflar hisoblanadi. Uzoqdagi munodo uchun ishlatiladigan harflar hisoblanadi. Va ay val hamzatu, ay bilan hamza esa yaqindagi munodoga nisbatan ishlatiladi.
yaqindagi ma'nodagi nisbatan ishlatiladi. Valakinnal hamzata lil aqrab. Lekin hamza yana ham yaqinrog'iga ishlatiladi. Aydan ham ko'ra yaqinroqqa ishlatiladi. Va ay lil munadal mutawassiti. Ay ya'ni o'rtacha masofadagi ma'nodagi ishlatiladi. Keyingi turi hurufun tansibul fi'l al-mudari'a. Fe'l mudari'ni nasb qiladigan harflar. An-naw'u al-khamisu min 13 naw'an. Demak, o'sha samoiy omillarning 13 ta turidan 5-chi turi hurufun tansibul fi'l al-mudari'a. Mudori fe'lini nasb qiluvchi harflar. Va hiya arba'atu ahrufin. Ular 4 ta harf ekan. An va lan va kay va idan. An, lan, kay, idanlar. Misalu anga misol uhibbu an yaquma zaydun. Zayd turmoqligini xohlayman, yaxshi ko'raman degan. Zayd turishligini yaxshi ko'raman degan. Ya'ni xohlayman degan ma'noda. Bu yerda an demak u fe'l mudoridan oldin keladi, fe'l mudorini nasb qiladi. U masdar ma'nosini beradi. Masdar ma'nosini beradi. Masdar ma'nosini beradi va u mubtado bo'lib kelishi mumkin ba'zi o'rinda. Ba'zi o'rinda foil bo'lib kelishi mumkin, ba'zi o'rinda maf'ul bo'lib kelishi mumkin, ba'zi o'rinda majrur bo'lib kelishi mumkin, ba'zi o'rinda mudof ilayh bo'lib kelishi mumkin. Ila axiri. Bizning misolimizda uhibbu an yaquma zaydunda zayd turmoqligini xohlayman deganda maf'ul bihi bo'lib kelyapti, uhibbu fe'liga. An o'zini silalari bilan birgalikda o'zidan keyingi o'sha fe'l va foil bilan birgalikda masdar hukmida bo'lyapti va u maf'ul bihi bo'lyapti. Uhibbu qiyama zaydinda bu o'zi aslida. Hop. Lan esa lan li ta'kidin nafi fil mustaqbal. Kelasi zamondagi nafini ta'kidlash uchun keladi deyapti. Ta'kidlash uchun keladi. Ko'pchilik ulamolar shunaqa deyishadi. Ba'zi ulamolar hatto bu ta'kidlamaydi ham nafini kelasi zamondagi nafiga da'vat qiladi deyishadi ba'zilar. Lan yadriba zaydun, masalan zayd urmaydi deganda masalan. Va ka qawlihi ta'ala falan abraha al-arda hatta ya'dana li abi. O'sha Yaqub alayhisolamning katta o'g'li men mana shu yerda qolib turaman, mana shu yerdan ketmay turaman to otam menga izn bermagunigacha deb aytadi masalan. Ya'ni o'sha Binyamin yo'qolgandan keyin o'zi birinchidan Iso alayhisalomni yo'qotib, biz uni yo'qotdik deb borishdi, bo'ri yeb ketdi deb borishdi. Ikkinchidan endi Binyamin o'g'irlik qildi deb borgani hayo qildida bu kattasi, katta o'g'li. Borishga hayo qilib, men mana shu joyda turib turaman, mana shu yerdan ketmayman, to menga otam izn bergunigacha deb aytdi. Lan bu yerda demak ketmayman degan o'sha kelasi zamonni inkorini beryapti demak. Va bu abraha ya'ni baraha yabrahu fe'lini mutakallim mudorisi nasb qilyapti. Valana harfani lin-nafi. Bizni nafiy qiladigan ikkita harfimiz bor. Ya'ni mudorini nafiy qiladigan ikkita harfimiz bor. Bittasi la, bittasi lan. Walakinna lan ablagu fi ta'kidin nafi fil mustaqbal. Lekin lan mustaqbalda nafini ta'kidlashlikda mubolag'aliroq deyapti, kuchliroq deyapti. Lanni ma'nosi ladan ko'ra kuchliroq deyapti. Va qala ba'duhum lan nafyan abadiyan. Ba'zilar aytishadiki, lan abadiy inkorga da'vat qiladi deyshadi. Va humul mu'tazilatu, ular mu'tazilalar. Bu esa xato tushuncha. O'sha Alloh taolo lan taroni deb aytganligini, Muso alayhisolamga meni ko'ra olmaysan deb aytganini mu'tazilalar nima deyshadi? Abadiyatga da'vat qiladi deyshadi. Hech qachon oxiratda ham meni ko'ra olmaysan deb aytgan bu yerda deyshadi. Lan bu abadiyatga da'vat qiladi deb shuni dalil qilishadi. Lekin aytamizki yo'q. Arab tilida lan abadiyatga da'vat qilmaydi. Balki o'sha nafini sal ta'kidlashligi mumkin, lekin nima emas, abadiyatga da'vat qilmaydi. Hop. Va u demak fe'l muzorini nasb qiladi.
Kay ta'lil uchun, sababni tushuntirishlik uchun keladi. Ji'tu kay taquma. Ya'ni sen o'rningdan turishliging uchun keldim senga. Kay demak sabab tushuntirib keladi. Ma'nahu endi ta'lilni ma'nosi ma kana ma qablahu sababan lima ba'dahu. Bu shunday bir narsaki, undan oldingi narsa undan keyingi narsaga sabab bo'ladi. Ya'ni kaydan oldingi narsa kaydan keyingi narsaga sabab bo'ladi. Masalan, aslamtu kay adkhulal jannata. Islomga kirdim jannatga kirishlik uchun. Ya'ni islomga kirishlik jannatga kirishlikka sabab. O'sha o'rinda demak kay ishlatilyapti. فيكون الإسلام سببا لدخول الجنة. وإذا keyin izan fe'l mudori nasb qiladigan harflardan bittasi. Bu javob va jazo o'rinlarida ishlatiladi. Biror bir gapga javob tarzida ishlatiladi yoki biror bir amalga, biror bir gapga jazo mukofot berishlik tarzida ishlatiladi. Qavli kaliman qala ana atika. Masalan, sizga bir kishi aytsaki, ana atika, men seni oldinga kelaman desa, siz unga nima deysiz? Idan ukrimaka deysiz. O'shanday deganingiz kabi. Ya'ni uni gapiga javob tarzida aytyapsiz. Men seni oldinga kelaman desa, siz idan ukrimaka deyapsiz. Lekin shart shuki, idandan oldin biror bir narsalar kelmasligi kerak. Ya'ni ana idan ukrimuka desa, unda nasb qilolmaydi izan. Agar izandan oldin biror bir kalima keladigan bo'lsa, unda ya'ni mudori fe'lini nasb qilolmaydi. Keyingi nimamiz, mavzuyimiz, keyingi turlarimiz, ya'ni 13 tadan keyingi 6-turimiz nima bo'ladi? Hurufun tajzimul fi'lal mudori'a. Mudori fe'lini jazm qiladigan harflar bo'ladi. Mudori fe'lini jazm qiladigan harflar. النوع السادس من 13 نوعا حروف تجزم الفعل المضارع وهي 5 أحرف. ular 5 ta harfdan iborat ekan. 5 ta harf ekan bular. Birinchisi in. Bular shart va jazo uchun ishlatiladi. Ya'ni sharti keladi buni va javobi keladi, jazosi keladi. Ya'ni in tukrimni ukrimka. Ya'ni ikkita fe'lni jazm qiladi. Agar sen meni ikrom qilsang, men ham seni ikrom qilaman degan. Men seni ikrom qilaman degan. Hop. Keyingisi lam. Lam bu mudori fe'lini ma'nosini o'tgan zamonga aylantiradi va inkor qiladi. Masalan, lam yadrib. Yadribu uradi bo'ladigan bo'lsa, lam yadrib urmadi bo'lib qoladi. Va lam taqlibu ma'na al-mudari'i madiyan wa tanfihi. Mana lam mudorining ma'nosini moziga aylantiradi va uni inkor qiladi. Demak, madi ma'nosiga boradi, urmadi. Va lamma kazalik, lamma ham xuddi shunaqa deyaptilar. Ya'ni mudori fe'lini lamma jazm qiladi. Lamma jazm qiladi va u ham o'tgan zamonga aylantirib inkor qiladi. Lamma yadrib deganda haligacha urmadi degani bu. Faqat buni lammadan farqi o'sha hozirgi zamongacha bog'laydi inkorni. Haligacha urmadi degan ma'no. Masalan aytilinsaki bir kishiga walamma tu'min billah wa qad qarubat masalan maniyatuk yoki wa qad qarubal ajal. Ajal yaqinlashib qoldi-yu, lamma tu'min, hali iymon keltirmadi deganimiz kabi. Lamma ham demak mudori fe'lini jazm qiladi. Lekin lamma nima bor? Mozi fe'lning oldidan keladigan lamma bor. U nima bo'ladi? Qachonki degan ma'noni beradi. Qachonki degan ma'noda keladi. U boshqa. Bu lamma mudori fe'ldan oldin kelib, uni jazm qiladigan, bitta mudorini jazm qiladigan lamni ma'nosiga yaqin ma'noda bo'lgan lamma. Keyingisi lamul amr. Lamul amr liyadrib masalan.
amr ma'nosini beruvchi lam. Bu ko'pincha g'oyib fe'llarni, g'oyib va mutakallim fe'llarni ga buyruq ma'nosini berishlik uchun ishlatiladi. Va ba'zi o'rinlarda muxotobga ham kirib keladi. Litadrib masalan keladi ba'zi o'rinlarda. Ba'zi eski she'rlarda, hatto ba'zi qiroatlarda ham kelgan, ba'zi hadislarda ham aytilgan ba'zi. Lamul amr muxotobga kirishligi. Xo'p. Lamul amr demak amr ma'nosini beruvchi lam. Bu ham jazm qiladi. Masalan, liyadrib kabi. Ursin degan. Liadrib bo'lsa uray bo'ladi. Men urayin. Linadrib biz uraylik. Al-amru huwa talabul fi'li anil fa'il. Amr bu fa'ildan bir ishni qilishlikni talab qilish degan. Endi qarang, bu lamur amrni xususiyatlaridan bundan oldin agar vav, fa, thumma keladigan bo'lsa, bu sukun qilinadi. Bu lam sukun qilinadi. Masalan, valliyatrib, valliyatrib, falliyatrib, thumma liyatrib. Mana shulardan keyin vav, fa, thumma atflaridan keyin keladigan bo'lsa, atflardan keyin keladigan bo'lsa, demak ular sukun qilinadi. Ya'ni lamul amr sukun qilinadi. Boshqa holatda ya'ni uni kasrali qilib aytiladi. Hop. Keyingisi la lin nahi. Nahi ma'nosini beruvchi la. Qaytariq ma'nosini beruvchi la. La tadrib, urma degandek. Nahi degani bu talabu tarkil fi'li. Fe'lni tark qilishlikni talab qilish degani. Fe'lni tark qilishlikni talab qilishlik degan ekan bu. Bular fe'lni jazm qiluvchi, mudori fe'lini jazm qiluvchi harflar edi. Endi esa asmaun tajzimul af'ala, fe'llarni jazm qiladigan ismlar. An-naw'u as-sabi'u min 13 naw'an, 13 ta turning 7-chi turi asmaun tajzimul af'ala, fe'llarni jazm qiladigan ismlar. Ala ma'na in ma'nosini o'z ichiga olib. In ma'nosi bo'ladi. In ma'nosi yotadi bular ichida. Ya'ni lish-shart wal jaza. Ya'ni bular ham shart va jazo ma'nolariga boradi. Ya'ni bularning sharti bo'ladi va jazosi bo'ladi, javobi bo'ladi. Va hiya 9 asma'in. Bular 9 ta ism ekan va yaquluna asma'un manqusa. Bularni manqus ismlar ham deyiladi. Manqus deganning sababi chunki bular o'zini o'sha sharti va javobiga muhtoj bo'ladi. O'shaning uchun manqus, ya'ni nuqsonli ismlar deyiladi. To'yki ularning sharti va javobi zikr qilinmasa, ularning ma'nosi to'liq bo'lmaydi. O'shaning uchun asma manqus ham deyshadi bu nima jazm qiluvchi ismlarga. Birinchisi ularni man, kimiki degan ma'noda. Nahu man yukrimni ukrimhu. Kimiki meni ikrom qilsa, men uni ikrom qilaman. Keyingisi ayyun qaysiki degan. Ayyuhum yukrimni ukrimhu. Kimiki ularni qaysiniki meni ikrom qilsa, men uni ikrom qilaman. Ma bi ma'na shay, qaysi narsaki degan ma'noda. Nahu ma tasna asna. Nima qilsang men ham shunday qilaman. Nima qilsang men ham shunday qilaman. Mata zamon uchun keladi, qachonki degan ma'noda. Mata taxruj akhruj, qachonki chiqsang men ham chiqaman. Taxruj nima? Fe'li shart, akhruj javobi shart. Mahma bu nimaiki deb ma'no bersangiz bo'ladi ba'zi o'rinda. Ba'zi ko'pchilik o'rinlarda lekin har qancha degan ma'no ham beradi. Har qancha degan ma'no. Har qancha degan ma'no yoki qachonki, uch xil ma'nodan bittasini bersangiz bo'ladi. Nimaiki, har qancha va qachonki. Mahma tasna asna. Nimaiki qilsang qilaman. Va ayna li zarfil makan, zarfil makan uchun keladi. Qachonki degan ma'noda bu ham. Qayerdaki degan ma'noda ma'lish. Nahu ayna tamru bihi amru bihi. Ya'ni qayerdan o'tsang men ham o'sha yerdan o'taman. Va anna ikki xil ma'nosi bor asosiy.
Bittasi qayerdan degan ma'no bor yoki kayfa degan ma'nosi bor. Qanday holatda degan ma'nosi. Masalan, ya Maryamu anna laki hada. Qayerdan bular senga degan. Bu yerda anna ta'kul akul. Qandayki yesang, men ham o'shanday yeyman. Bu yerda kayfa degan ma'noda keladi. Hop. Keyingisi haysuma, qaysi o'rindagi, qaysi joydagi degan ma'noni beradi. Haysuma tazhab asab, qayergaki borsang, qay joygaki borsang, men o'sha joyga boraman deydi. Izma har qachonki agar degan ma'nolarni beradi. Izma taf'al af'al, har qachonki sen qilsang, men ham qilaman degan. Hop, bular demak mudori fe'lini jazm qiluvchi ismlar edi. Hop, keyingi darsda inshaalloh 8-turidan davom etamiz. Shu joyda inshaalloh to'xtatamiz. Hozir 100 ta amildan 50 tasini o'tibmiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.